Assalomu alaykum, video dars tinglovchilari. Bugun sizlar bilan biz matn boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qish va yozishga o'rgatish muhim vosita mavzusida ma'ruzani sizga havola qilaman. Reja birinchisi, matnning boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qish va yozishga o'rgatishda muhim vosita ekanligi. Ikkinchisi, boshlang'ich sinf darsliklarida qo'llanilgan matnlarning o'ziga xos jihatlarini va ahamiyati. Sizlar bilan biz tayyor so'zlarimiz matn, boshlang'ich sinf o'quvchi, o'qish, yozish, o'rgatish, vosita, ko'nikma, tovush, so'z, gap, talaffuz, imlo, tushunish, mazmun, fikr, nutq, til, muloqot, ijod, mashq, diktant, ko'chirish, savol, javob, tarbiya, ta'lim, o'quv jarayoni, fikrlash, shular haqida fikr almashamiz. Xo'p, matn ustida ishlashda matn boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun o'qish va yozishga o'rgatish muhim vosita hisoblanadi. Birinchi, matn nima uchun, u qanday o'qitiladi? Matn bu biror bir mavzuda bog'langan fikrlarning izchil va bayoni bo'lib, o'quvchilarning o'qish, fikrlash, tushunish va yozish malakalarini shakllantirishda asosiy o'quv material hisoblanadi. Boshlang'ich sinflarda matnlar o'qish darslarida o'qitiladi, yozuv va savod o'rgatish darslarida tahlil qilinadi, nutq va fikrlashni o'stirish vosita bo'lib xizmat qiladi. Ikkinchi, matnning asosiy o'quv vazifalari. Vazifa va izoh. Birinchi, o'qishga o'rgatish. Izohi esa matn orqali tovush, bo'g'in, so'z va gaplarni o'qish mashq qilinadi. Xo'p, vazifa tushunishga o'rgatish. Izohi esa matn mazmuni ustida savol-javob orqali fikr yuritish o'rgatiladi. Xo'p, vazifa yozishga o'rgatish. Bu esa izohi matn asosida diktant, ko'chirish, mustaqil yozuv ishlari tashkil qilinadi. Fikrlash, fikrlarni rivojlantirish, matndagi g'oyani tushunish, sabab oqibatni ajratish orqali mantiqiy fikrlashni o'rgatiladi. Estetik tarbiya, bu esa badiiy matnlar orqali bolalarda go'zallik, vatanparvarlik hissiyotlarini shakllantiriladi. Xo'p, matn ustida ishlashda boshlang'ich sinfda matn bilan ishlash bosqichlari qo'llaniladi. Bunda birinchisi, matnni ovoz chiqar, o'qish, bunda talaffuz, ohang ustida ishlash, matnni tahlil qilish, savollarga javob berish, asosiy fikrlarni aniqlash, so'z va iboralarni izohlash, lug'at boyligini oshirish, matnda sarlavha qo'yish, mavzuni tushunish va umumlashtirish. Matn asosida yozuv ishlari, diktant, ko'chirma, bayon, mustaqil yozuv, ijodiy ishlanmalar, matnni davom ettirish, boshqa va yakun yozish. To'rtinchi, misol. Boshlang'ich sinf uchun matn ustida ishlash. Matn: bahor keldi, daraxtlar gulladi, qushlar sayraydi, bolalar havoda o'ynashmoqda. Demak, o'sha qisqa matn, bu yerda esa bahorni kelganligi, daraxtlar gullaganligi, qushlar sayrayapti, bolalar havoda o'ynashmoqda. Mashqlar: matnni o'qing, talaffuz qiling, talaffuzini to'g'rilang. Bu yerda o'quvchilar savol matnni nimani tasvirlayapti, savol beriladi. Sarlavha qo'ying, bahor, bolalar hovlisi va hokazo sarlavhalar qo'yishingiz mumkin. Matn asosida ikkita gap tuzing. Matnga o'xshash matn yozing va davom ettiring. Matnning boshlang'ich sinf o'quvchilariga o'qish va yozishga o'rgatishda muhim vosita ekanligi boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun matn bu nafaqat so'zlar to'plami, balki tilni o'rgatish, o'qish va yozish ko'nikmalarini shakllantirishda eng muhim vosita hisoblanadi. Nega matn muhim? O'qishni o'rgatishda matn yordamida o'quvchilar tovushlar, bo'g'inlar, so'zlar va gaplarni to'g'ri o'qishni mashq qiladi. Ular matnni o'qish orqali talaffuz va ohangni egallaydi. Yozishni o'rgatishda matnni o'rganish orqali o'quvchilar to'g'ri yozishni, so'zlarning to'g'ri tartibini va imlo qoidalarini o'zlashtiradi. Diktantlar, ko'chirish va mustaqil yozuv ishlarida matn asosiy manba hisoblanadi. Xo'p, tushuntirishni rivojlantirishda matn mazmunini tushuntirish, asosiy fikrni ajratish, savol-javob orqali mantiqiy
fikrlarni ko'nikmalari shakllanadi. Nutq va fikrlashni rivojlantirishda matn yordamida o'quvchilar o'z fikrlarini to'g'ri ifodalashni, so'z boyligini oshirishni va muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ijodiy ko'nikmalarni shakllantirishda matnga oid yozma ishlanmalar, matnni davom ettirish va boshqa ijodiy vazifalar orqali o'quvchilarning tasavvuri va ijodiy fikrlari qobiliyatlari o'sadi. Boshlang'ich sinf darsliklarida qo'llanilgan matnlarning o'ziga xos jihatlari va ahamiyati. Birinchi, matnning o'ziga xos jihatlari bu yerda soddaligi va tushunarli bo'lishi. Boshlang'ich sinf darsliklaridagi matnlar oddiy, oson, tushunadigan so'zlardan tashkil topadi. Ular bolalarning yoshiga mos, sodda va aniq ifodalanishi kerak. Xo'p, qisqa va lo'nda bo'lishi. Matnlar ko'pincha qisqa va mavzuga oid bo'ladi. Bu o'quvchilarga matn mazmunini tezroq tushunishga yordam beradi. Til va uslub jihatdan moslashganligi. Matnlar bolalarning til darajasiga mos keladi, o'qishga o'rgatish va yozishni rivojlantirish uchun mo'ljallangan, uslubi jiddiylikdan ba'zida badiiy shaklda bo'lishi mumkin. Rasm va illyustratsiyalar bilan boyitilishi. Ko'pincha matnlar rasm, chizma va yoki grafikalar bilan to'ldiriladi. Bu esa mazmunni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. O'quv faoliyatiga yo'naltirilganligi. Matnlar o'quvchilarning savol-javob, ko'chirish, yozma mashqlar va ijodiy ishlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Matnlarning ahamiyati bunda o'qish va yozish ko'nikmalarini shakllantirish. Boshlang'ich sinf matnlar o'quvchilarga tovushlarni, so'zlarni, gaplarni to'g'ri o'qish va yozishni o'rgatishga muhim vosita hisoblanadi. Til boyligini oshirish. Soddalashtirilgan, lekin turli mavzularda oddiy matnlar orqali o'quvchilar o'z so'z boyligini kengaytiradi. Tushunish va fikrlashni rivojlantirish. Matnlar yordamida bolalar mazmunni anglash, asosiy fikrni topshirish, savol-javob shaklda fikrlar ko'nikmalari rivojlantiriladi. Nutq madaniyati va muloqot ko'nikmalarini oshirish. Matnlar o'quvchilarni to'g'ri va aniq ifoda etish, fikr almashishni o'rgatadi. Estetik va axloqiy tarbiya berishda abadiy matnlar yordamida bolalarda go'zallik, do'stlik, vatanparvarlik kabi qobiliyatlar shakllanadi. Boshlang'ich sinf darsliklaridagi matnning ahamiyati o'quvchilarni o'qishga rag'batlantirish. Boshlang'ich sinf matnlarini qiziqarli, bolalar uchun yaqin va tushunarli mavzularda bo'lganligi uchun ular o'quvchilarni o'qishga qiziqtiradi. Matnlardagi soddalik, yengillik o'quvchilarda muvaffaqiyatni hissini uyg'otadi va o'qishga bo'lgan ishtiyoqini oshiradi. Siz bilan yanagi darsimizni yana davom ettiramiz ma'ruzamizda. Xo'p, keyingi darsda uchrashguncha xayr. Sog' bo'linglar.